Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun Nonchi aka sizlar bilan har bitta do'konni syomka qilib chiqamiz. Nechta non tarqatamiz. Ketdi. Mehrga to'la qaynoq suv nonlarimizdan parlanib chiqib shuni qarang. Hammaga do'konlarga suv qaynoq non ulashamiz. Ketdik keyingi do'konga. Mana aziz do'stlar, yana bir keyingi manzilimizga mehrga to'la qaynoq suv nonlarni yetkazib keldik. Ketdi. Mana aziz do'stlar, keyingi manzilga ham mehrga to'la qaynoq suv nonlarimizni yetkazib keldik. Bu do'kon o'zgacha kayfiyatga ega do'konda. Ketdi. Do'stlar, biz mehrga to'la qaynoq nonlarimizni do'konlarga tarqatish bilan cheklanib qolmaymiz. Korxonalar bormi, ishlab chiqarish sexlar bormi, zavodlar bormi, hamma joyga mehrga to'la qaynoq nonlarimizni yetkazib beramiz. Bizning hozir keyingi manzilimiz Shifr zavodga yetkazib keldi. Mehrga to'la qaynoq nonlarimizni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, qaynoq nonlar korxonalarga ham, sexlarga ham kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqishingizni so'rab qolamiz. Ketdi. Mana aziz do'stlar, keyingi manzilimizga yetib keldik. Bizning hamma do'konimiz ham ochiq turavermaydi. Biz do'kon egalarini bezovta qilmagan holda mehrga to'la qaynoq nonlarimizni do'kon yoniga o'zini issiqligini yo'qotmaslik uchun yopinchiqlar bilan o'rab ketamiz. Ketdik. Mana aziz do'stlar, mehrga to'la qaynoq nonlarimizni keyingi manzilga yetkazish uchun yo'l oldik. Videoni davomini kuzatib boring. Mana aziz do'stlar, biz keyingi lokatsiyamizga yetib keldik. Mana aziz do'stlar, bizning keyingi lokatsiyamiz Turk oshxonasi. Bu yerda turk milliy taomlari va o'zbek milliy taomlari tayyorlanadi. Biz shu oshxonaga mehrga to'la qaynoq nonlarimiz bilan yetkazib beramiz va ta'minlab beramiz. Ketdik. Mana aziz yurtdoshlar, bugungi kunimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Oxirgi manzilimizga mehrga to'la qaynoq nonlarimizni yetkazib keldik. Shu o'rinda nima demoqchimanki, mehr ko'zi dilqaralik bo'lmasin. Akalar, hammanglardan qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolamiz. Videoga like va kommentariy yozishni unutmanglar. Hammalarga rahmat.